وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى marhum ukamizni o'z rahmatiga olsin. Hayotlik chog'ida Alloh taoloning barcha solih amallarini, o'qigan namozlarini, tutgan ro'zalarini va boshqa toat ibodatlarini dargohida qabul aylagan bo'lsin. Ixlosda hamroh qilib o'sha ibodatlarni savobini ketkazadigan ziyodan, sum'adan, vujuddan saqlangan holatda Alloh taolo o'zi ham qabrda ham oxiratda o'ziga hamroh qilgan bo'lsin. Yaqinlariga Robbim chiroyli sabr bersin va ana shu chiroyli sabrni orqasida Qur'onda, hadisda kelgan ulkan ajrlarni Alloh taolo xonadonlariga Robbim o'zi ato qilgan bo'lsin. Xo'p, birodarlar, Alloh taoloni o'sha mo'min musulmonlarga bergan eng katta ne'matlaridan bu sog' salomat, tinch holatda Ramazon oyiga yetkazishligi. Bir bandani Alloh Ramazonga, muborak Ramazonga, toat ibodat mavsumiga yetkazadigan bo'lsa, endi Ramazon oyidan qanday foydalanishlik bandani o'ziga havola bo'ladi. O'zi tinch holatda, sog' salomatsiz, sizni muborak Ramazoniga yetkazdi, bu eng katta ne'mat. Shaytonlarni kishanlab qo'yishligi va hamda doim yopiq turadigan jannatni eshigini oxirigacha ochib qo'yishligi va do'zaxni butunlay yopib qo'yishligi bu bandaga yana ham ibodatlarga yordam bo'ladi. Ana endi banda o'zi mana shu Ramazon oyidan qanday foydalanishligi endi o'ziga ko'proq bog'liq bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Man soma Ramazona imanan va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kimda kim shu Ramazon oyini to'liq iymon bilan, ya'ni Allohning buyrug'i deb, farz deb tutadigan bo'lsa va hamda savobini faqatgina Allohdan umid qiladigan bo'lsa, ana shu bandani gunohlari kechiriladi. Demak, Ramazon oyini to'liq tutsa, yana Payg'ambar alayhissalomdan yana bir boshqa hadis bor. Bu ham sahih hadis. "Man qoma Ramazona imanan va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Endi Ramazon oyini kechalari qiyomul laylda to'liq Ramazon oyida o'tkazadigan bo'lsa, ana shu odamni gunohlari kechirilsin dedi. Demak, hozir ham ro'za tutadi. Ro'za tutmaydigan odamni o'zi yo'q. Avvallari juda kamchilik ro'za tutardi. Avvalgi tuzumda ro'za tutuvchilar ozdir. Lekin alhamdulillah mana hozir ro'za tutadiganlar ko'p. Ro'za tutmaydigan odamni uchratish o'zi qiyin. Alhamdulillah, bu ham bir yaxshilikni belgisi. Alloh taolo siz bizlarga o'sha farzlarni bittasiga tavfiq berishligi demak, bandaga yaxshilikni iroda qilganligining belgisi bo'ladi. Ana endi ikkinchi hadisda "Man qoma Ramazona imanan va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kimdaki endi kechalari qoyim bo'lsa, o'sha taroveh namozlari. Bundan tashqari agar qiyomul layl, tahajjud namozlarini ham bajaradigan bo'lsa, o'sha odamni butunlay gunohlari kechiriladi. Demak, bu ham o'sha Ramazon oyining boshidan oxirigacha mana shu taroveh namozlariga qatnashishlik, mana shu odamni Alloh taolo gunohlarini kechiriladi. Endi Payg'ambar alayhissalom xuddi mana shu bir kun o'shanagi minbarga chiqyapti. Har bir chiqishlarida amin, amin, amin deb 3 darajada duo qilib amin deb chiqdilar. Sahobalar keyinchalik so'rashdi: "Ya Rasululloh, hech bo'lmagan ish bo'ldi. Doim ovozsiz chiqardingiz. Duo qilib chiqdingiz. Bu duo qilishingizni hikmati, sababi nima?" deganda Payg'ambar alayhissalom aytdilar:
3 narsaga duo qildim dedi. 3 marta amin dedim. 3 narsaga men Jabroil ikkovimiz duo qildik dedi. Amin dedi. Birinchisi shu, qayerda meni nomim zikr qilinsa, menga salovat aytmagan insonni burni yerga chiqarsin. Burni yerga chiqarsin deb arab tilida tarjima qiladigan bo'lsa, xor bo'lsin degan ma'no. Payg'ambar alayhissalomga nomi zikr qilinganda sallallohu alayhi va sallam deb salovat aytishimiz kerak. Chunki bizni ham bu dunyodagi ham oxiratdagi baxt saodatligimizga sabab bo'lgan inson shu Muhammad alayhissalom. Demak, doim qachon Payg'ambar alayhissalomning nomlarini eshitganimizda salovat aytaylik. Xo'p, ikkinchisi o'sha ota-onasini katta yoki bittalarini yoshi katta holatda topsa-yu, ularni xizmatini, ularni duosini olib, ularni roziligini olmagan inson xor bo'lsin dedi. Uchinchisi, Ramazon oyiga bir bandani Alloh taolo tinch, sog'-salomat yetkazadigan bo'lsa, bu ana shu Ramazon oyidan foydalanmasdan chiqarib oladigan bo'lsa, gunohlari kechirilmagan holatda Ramazondan chiqadigan bo'lsa, ana shu inson xor bo'lsin, ya'ni mahrum inson, baxtsiz inson hisoblanadi. Shariat mezonida baxt deganda hamma odam har xil tushunadi. Qandaydir bir dunyo matolariga erishsa ham baxtli bo'laveradi. Yoki bir mansabga erishsa ham baxtli bo'laveradi. Lekin shariat mezonida baxtli inson bu buyruqlarni mukammal holatda bajargan inson mana shu baxtli inson hisoblanadi. Ana shu bandaga beriladigan baxtlardan, saodatlardan shu Ramazon oyida yaxshi foydalanish kerak. Birodarlar, mana 29 kun, 9-kun ekan bugun Ramazon oyida, faqatgina Ramazon oyida emas, balki yil 365 kunlik eng ulug' kunlari va tunlari oldimizga yaqin oylikda Alloh taolo hammalarimizga tavfiq bersin. Xudoning mag'firatiga, Xudoning rahmatiga erishmoqchi bo'lsak, mana shu kunlarda ko'proq ibodatga, namozlarga, ibodatlarga ko'proq berilaylik. Hech kimimiz to'g'ri amal jannatga kirishlikka sabab bo'ladi. Lekin birontamiz amalimiz bilan jannatga kira olmas ekanmiz. Agar Alloh taolo o'zi rahmati bilan jannatga kirgizadigan bo'lsa, mana shu qilayotgan amallarimiz o'zi jannatdagi Alloh taolo beradigan, bizlarga beradigan ne'matlarga muqobil evaz bo'lolmas ekan. Shuning uchun ham amalni qilamiz ekan, ham Alloh taoloning rahmati yog'ilib turadigan, rahmatlari keng ko'p beriladigan kunlarda Alloh taoloning rahmatlaridan so'rar ekanmiz. Alloh taolo hammamizni ham mana shu kunlarda g'animat bilib, qo'ldan kelganicha o'sha iymon bilan, ixlos bilan ibodatda, e'tiqodda mustahkam bo'lishlikni Alloh o'zi nasib etsin. Xo'p, birodarlar, endi mo'min musulmon odamni safar qilishligi ulamolar aytishicha 3 qism bo'ladi. Uydan bir joyga chiqib safar qilishligingiz 3 holatdan xoli bo'lmaydi. Birinchisi shu ibodat safari. Odamlar umraga boryapti, hajga boradi, ilm talabida chiqadi, yoki bo'lmasa musulmon birodaringiz Alloh uchun ziyoratga borasiz. Chunki bu ibodat safari. Uydan chiqib, uydan kelganingizga inshaalloh ajr savob olasiz. Ikkinchisi ma'siyat safari, gunoh safari. Odamlar bir gunohni ko'zlab yoki gunohni niyat qilib o'sha uyidan boshqa bir joyga boradi. Alloh saqlasin bunday safarda, lekin bu ma'siyat, gunoh safari deyiladi ulamolar. U odam uydan chiqib, uydan qaytib kelishga bo'ladi. Ba'zilar uzoq joyga bir konsert uchun borishi mumkin, yoki bir qandaydir o'zini shaharda topilmaydigan gunohni izlab, maqsad qilib bir joyga borishi mumkin. Bu safarlar
ma'siyat safari deydi. İnson har bir xatardan uchun gunoh qiladi. Ba'zi ulamolar aytadi, shunaqangi safarda deydi, shu musofirlarga beriladigan shariat yengilliklari ham unga berilmaydi degan ulamolar bor ekan. Qarang, shu qilmasin o'sha safarni deydi. Uchinchisi muboh safar deyiladi. Muboh safar deyiladi. Masalan, bir joyda ikkinchi joyga ishlagan borasiz, tirikchilik uchun